Uzoq muddatli tanaffusdan keyin yana sizlar bilan YouTube orqali ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Assalomu alaykum. Bugun iyun oyining 21-kuni va ob-havoni ko'rib turibsiz, juda ham zo'r, ajoyib, insonga yoqadigan. To'g'risi, yoz paytida yog'adigan yomg'irlarni O'zbekiston anchagina sog'ingan edi. Xudo xolisa mo'l-ko'l yog'ingarchiliklar shu yo'sinda davom etadigan bo'lsa, yurtimiz yana ham gullab yashnaydi, o'simliklarimiz juda ham chiroyli bo'ladi va chiroyli o'simliklarni parvarishlash osonlashadi va ularni tomosha qilish uchun tropik mamlakatlarga borishga ehtiyoj qolmaydi. Demak, bugungi videomizda sizlar bilan navbatdagi chiroyli o'simliklarni narx-navosi bilan tanishib o'tamiz. Video boshlashdan oldin albatta o'z taxminlaringizni kommentariyada yozishingiz ham mumkin. Juda ham chiroyli bo'lib, yoz paytida gullaydigan, ko'zingizni quvnatadigan o'simliklarni maxsus chegirma narxiga qo'yib, sizlarni e'tiborliga tortiq qilishga qaror qildik va meni vazifam ushbu o'simliklarni qisqacha parvarishlash va ko'rinishi va narxlari bilan tanishtirishdan iborat. Agar siz meni endi kuzatishni boshlayotgan bo'lsangiz, albatta videoni boshlashdan oldin podpiska tugmasini bosib qo'ying va videomizni diqqat bilan ko'rib, yaxshilab tanishib chiqadigan bo'lsangiz, tushunasizki, bizda qiziqarli ma'lumotlar va ilmiy asoslangan faktlarni uchratasiz. Video so'ngida bo'lsa, manzur kelgan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosishingiz va izohda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Agar tayyor bo'lsangiz, yozda gullovchi butalar bilan tanishishni boshlaymiz. Yoz landshafti manzarasini o'ylaymanki, Hind nastarinlari, ya'ni Indiskaya siren yoki lotincha qilib aytganda Lagestromia indica siz tasavvur qilish qiyin. Shu sababli albatta har yili bir marta bo'lsa ham Hind nastarinlari, ya'ni Indiskaya sirenlarimizni bizda bir marta bo'lsa ham chegirmaga tushadi va original, noodatiy bo'lgan navlarini olib kelib sotishga harakat qilamiz. Xuddi shu yo'sinda bu yil ham meni qo'limda turgan juda ham chiroyli Lagestromia indica nomi Cherry Mocha ushbu Indiskaya sirenimiz ham sotuvga yetib keldi va maxsus narxdan sotuvga chiqarildi. Atigi 100 ming so'm. Bilasiz, men videolarimda narx-navolarni to'liq aytib o'tishga harakat qilaman, boshqalarga o'xshab bekitib sir saqlamayman. Ushbu Lagestromia indica Cherry Mocha, ya'ni vishnoviy mocha ham deb ataladi. Juda ham chiroyli o'zini gullariga ega, ya'ni ko'rib turibsiz, noodatiy to'q malina rangda, to'q pushti deyishimiz mumkin va tanasi ham qisman qoraroq tusga ega bo'ladi. Bularni to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joyga ekaverasiz, chunki quyoshlardan oladi o'zining energiyasini va kompakt holatda o'rtacha 1,5 metrgacha o'sadi. Va buni yaxshi tarafidan yana bittasi, kichkinaligidan juda ham yaxshi shoxlatsa bo'ladi. Shamol aylanmaydigan imkon qadar va quyosh nurlari tinmay tushib turadigan joyga eksangiz, bu o'simlikni siz gullarini 250 kun davomida ko'rishingiz mumkin. Nimaga? Sababi Hind nastarinlari rekord darajada uzoq gullaydi. Albatta buni bitta sherigi bor, ya'ni u sherigini ham xudo xohlasa video davomida tanishtirib o'taman. Va bulardan juda ham chiroyli noodatiy kompozitsiyalarni tashkil qilishingiz mumkin. Bo'yi 1,5 metrga yetganligi tufayli boshoqli, o'tli o'simliklar bilan birgalikda aralashtirib eksangiz bo'ladi. Ayniqsa Avsianitsa, ya'ni Festuca glauca, juda ham chiroyli bo'lgan Kavil, ya'ni Stipa o'ti bilan ham juda ham chiroyli kompozitsiyaga kirishadi, chunki ularning rangi ko'k va yashil. Buni bo'lsa, barglari sal to'qroq yashil hamda chiroyli mana bunaqangi malina rangli gullari juda chiroyli bir yonib turgan bog' kompozitsiyasini beradi. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Yaqin orada ijtimoiy tarmoqda ozgina muammolik izoh bo'lib qoldi. Albatta buni hali siz ko'rmagan, eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin mana shunaqa narsalar ham bo'lib turadi. O'simliklarni quritib qo'yish holatlari. Bilsanglar, tirik narsaga hech qachon garantiya berilmaydi, ya'ni kafolat berilmaydi. Endi iste'mol huquqlari bor, iste'molchilar huquqlari bor, bunaqa narsalar bor deyishlar mumkin, lekin har bitta korxona o'zini ichki tartib qoidalarini, qonunlarini o'zi belgilash huquqiga ham ega. Bizda o'simliklarga kafolat faqatgina naviga va aynan shu qo'limda ushlab turganim siren deyotgan bo'lsam, buni siren ekanligiga kafolat beriladi. Buni qurib qolishi, o'sib ketishi, unib ketishiga biz tomonidan hech qanday kafolat berilmaydi. Voy, nimaga? Kafolat bermasanglar nima uchun sotyapsizlar deyotgan bo'lishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, o'rtoqlar, tirik o'simlikni parvarishlash albatta uni parvarish qilayotgan insonga bog'liq. Misol uchun biz mana pitomnikimizni o'zimiz parvarish qilayotgan bo'lsak, ko'rib turibsiz, chiroyli bo'lib yashnab, gullab turibdi va
agar ommaviy ravishda bizda ham o'simliklar quriydigan bo'lsa, bu ishlab chiqaruvchini aybi bo'lishi mumkin. Agar biz chetdan import qilgan bo'lsak, ularga tegishli o'zimiz e'tirozlarimizni yo'llaymiz va sizlardan shu o'simlikni qaytarib olamiz, sizga evaziga boshqasiga almashtirib beramiz yokida o'simlikni pulini qaytarib berishimiz mumkin. Lekin agar bizda qurimasa-yu, sizda qurib qolsa, bu sizni agrotexnik tadbirlaringizni kamligi bilan yuzaga keladigan bo'lsa, bu vaqtda albatta biz sotuvchilarni umuman aybimiz bo'lmaydi. Men shu narsani eslatib o'tishim kerak. Va aytganimdek, kafolat faqatgina navga va shu o'simlikni aynan shu o'simlik ekanligini tasdiqlash uchun beriladi. Bilsangiz, hozir ijtimoiy tarmoqlarda terak ko'chatlarini ham glitsiniya, gortenziya yoki disk yoqadigan boshqa o'simlik deb sotishyapti. Yoki ildizi rivojlanmagan o'simliklarni, juda ham chiroyli bo'lgan o'simliklarni arzon baholida sotib yuborishyapti. Lekin bizda imkon qadar har bitta o'simliklarimizni chiroyli qilib parvarishlanib, shoxlatib, shu bilan birga, mana hozir tuvigidan chiqarib ko'rsatmoqchiman sizlarga shuni, yaxshilab ildizlatib sotiladi. Chunki o'simlikni yashab ketishi uchun eng muhim bo'lgan omillardan biri buni interyeridagi ildiz tizimi hisoblanadi. Ildiz tizimi yaxshi rivojlangan bo'lsa, siz o'simligingizni bemalol qo'rqmasdan ekib parvarish qilsangiz bo'ladi. Va albatta siz endi boshlang'ich bog'dorchiligiga kirib ketayotgan bo'lsangiz, imkon qadar mana shu videoda berayotgan ko'rsatmalarim, yo'llanmalarimga e'tibor berishingizni tavsiya qilaman. Misol uchun, yangi olgan o'simligingizni ekayotganingizda joyi to'g'ri tanlab olishingiz kerak. Misol uchun, buni quyoshga devonmanmi, demak buning uchun quyosh va shamol aylanmaydigan, yelvizak bo'lmaydigan joyga ekish kerak devonmi, shunaqa joyga ekishingiz kerak. Va ekkaningizdan keyin albatta bularni anti-stress preparati bilan obработка qilishingiz, ya'ni qayta ishlashingiz kerak. Xo'sh, bu nima degani? Har doim kerakmi, kerak emasmi? Imkon qadar fasllar almashinuvida va o'simliklar uchun ekstremal ob-havo sharoiti bo'ladigan bo'lsa, aynan shu paytda sizlar bularni Epin Extra yokida Megafolga o'xshagan anti-stress preparatlari bilan qayta ishlashingiz kerak. Bu o'simligingizni eski joydan yangi joyga eson-omon o'tib olishiga, chiroyli shoxlab, gullab o'sishiga katta hissa qo'shadi, yordam beradi. Shu sababli anti-stress preparatlari bilan ekishingizni tavsiya qilaman va ekayotganingizda imkon qadar kechki salqin yokida ertalabki, sahargi salqin paytda tanlashingiz maqsadga muvofiq. Birinchi ekkaningizda gullari so'ligandek tuyulishi mumkin, so'layotganga o'xshashi mumkin. Bu qo'rqinchli holat emas. Buni ko'rib siz sug'orishni ko'paytirib yubormang. Ekayotganingizda imkon qadar o'ziga kerakli bo'lgan miqdorda suvni quying. Ya'ni yeringiz agar yaxshi ishlov berilgan bo'lsa va yaxshi sug'orilgan bo'lsa, boshida baklarini qurib turgandek holatda bo'lsa ham kechki paytga borib tiriladi. O'simligingiz yaxshi yashashda davom etadi. Siz ortiqcha suv ko'p quyib yuborib ham bularni ildizlarini chirtib qo'yishingiz mumkin. Shu sababli agro tadbirlarga diqqat bilan e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Agar buni parvarishlashga qiynalaman deydigan bo'lsangiz, o'simlikni xarid qilayotganingizda bemalol konsultatsiya olishingiz mumkin yoki mana telefon raqamlarimiz chiqyapti. Shu yerga Telegram gruppamizga kirib yozsangiz ham sizga kerakli ma'lumotni beramiz. Demak, aytib o'tganimdek, buni narxi 100 ming so'mdan va aksiyasi 10-iyulga qadar davom etadi. Hozircha mana shu ko'rib turganingizdek cheklangan miqdorda o'zi kecha 100 ta dona edi, bugun yana g'unchalaganlarni olib chiqib qo'yildi. Mana buni sinib qolibdi. G'unchalab gullashga tayyor bo'lib turganlari ham bor. Dastavka masalasiga keladigan bo'lsak, imkon qadar har doim tavsiya qilaman, pitomnik o'ziga keling, o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rib, tanlab yoqqanlarini tanlab sotib oling. Yo'q, men kela olmayman, bora olmayman va mas'uliyatni o'z bo'ynimga olaman deydigan bo'lsangiz, bizga ishonchingizni topshirasiz. Sizga eng yaxshi bo'lgan o'simlikni, albatta qo'limizda bor bo'lgan eng yaxshi o'simlikni tanlab yuborishga harakat qilamiz. Va bilasiz, yuklanma juda ham ko'p bo'lganligi uchun sizga tanlab yuborilayotgan o'simliklarni rasmga olib tashlab bera olmaymiz. Shunga ham diqqat qilasiz. Sizga eng yaxshi o'simlikni tanlab jo'natishga imkon qadar harakat qilamiz. Lekin rasmlarini birma-bir tashlab bera olmaymiz. Chunki juda ham ko'p buyurtma keladi va bu yoqda o'zida ham ulgurji savdo davom etadi. Shu sababli imkon qadar sizga yaxshilarni tanlab yuborishga harakat qilamiz va dastavka haftada hozirda 1-2 marta davom etadi. Bu chorshanba va shanba kunlariga to'g'ri keladi. Shularga rozi bo'lsangiz, albatta dastavka qilib beramiz. Buyurtma uchun mana ekranda telefon nomeri chiqyapti. Shu nomerga xohlang telefon qiling, xohlang Telegram orqali yozing. Lekin telefon qilganingizda ko'tarmasa, telefon ko'tarishmayapti demang, Telegramdan yozib qo'ying. Buyurtmalaringizni imkon qadar qabul qilinadi. Agar 24 soat ichida sizga menejer javob bermaydigan bo'lsa, siz SMS xabaringizni qaytadan yozib qo'yishingizni iltimos qilamiz, chunki xabarlar ko'p bo'lsa e'tibordan chetda qolishi mumkin. Xo'p, biz ikkinchi lokatsiyaga yo'l olamiz.
Va albatta biz yozni gortenziyalarsiz tasavvur qila olmaymiz. Ya'ni biz deganda Zaxarna Flowers pitomnigini aytib o'tyapman. Zaxarna Flowersda har yili bitta bo'lsa ham gortenziya aksiyaga tushadi, bitta bo'lsa ham indiyskiy seren aksiyaga tushadi. Xuddi shunaqa bu yil ham chiroyli gortenziyalarni aksiyaga qo'shishga qaror qildim. Ushbu gortenziyalarimizni siz Zaxarna Flowers pitomnigidan bemalol kelib, YouTube'imizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, Instagram'imizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, Telegram'imizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, 250 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, 250 ming so'mga ushbu ko'chatimiz juda ham chiroyli narxda. Oy, hozir men sizlarga yaqindan ham ko'rsataman bularni. Xo'sh, lutchi shtativdan olamiz kamerani va sizlar bilan yaqindan tomosha qilamiz. Chunki bu go'zallikni yaqindan tomosha qilmasak bo'lmaydi. Xo'sh, ushbu gortenziyamizni ko'rib turibsiz, qizil tanali sorti Sunday Fries va Vanilla Fries ham bor. Uzr, bular Vanilla Fries ekan, Sunday Fries ham bor, ko'rsataman. Mana ko'chatlarimizda ikkita, uchtadan shoxi bor. Mana gullab turibdi. Shoxlarini ko'rib turibsiz. Juda chiroyli bo'lib, xudo xohlasa kuz paytida rangi kiradi. Mana shunday ko'chatlarni men ko'ryapman. Juda ham ko'plab bizga o'xshab optim savdo qiladigan, ya'ni ulgurji savdo qiladigan gul yetishtiruvchi sotuvchilarimiz 350 ming so'mdan 400 ming so'mdan shunaqa narxlardan taqdim qilishyapti. Lekin men albatta sizlar ham bog'inglarda chiroyli o'simliklarni ekishinglarni tarafdoriman. Shu sababli ko'rib turibsiz, juda ham katta bo'lgan, kamida ikkita, ko'pi bilan 5-6 ta shoxga ega bo'lgan, guliga ega bo'lgan gortenziyani Vanilla Fries, Sunday Fries ham tomosha qilamiz. 250 ming so'mdan xarid qilish imkoniyatini taqdim etmoqchiman. Mana shu qatorda turibdi. Bu ikkinchi teplitsamiz edi. Pitomnikka bemalol tashrif buyurib, o'ziga yoqqanlarni tanlab olib ketsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, faqat gortenziyalarni imkon qadar o'zingiz kelib tanlab olganingiz maqsadga muvofiq. Chunki bular bilasiz, gortenziyalar juda ham suvsizlikka chiday olmaydi. Shuning uchun imkon qadar pitomnikka kelasiz, o'ziga yoqqan gortenziyalarni tanlaysiz, olib ketasiz. Faqat o'sha ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz talab etiladi bunaqa narxdan olish uchun. Va bu gortenziyalarni imkon qadar Toshkent shahriga faqatgina Yandex taksi orqali dostavka qilib chiqarib bera olamiz. Viloyatlarga chiqarib bera olamiz, chunki yo'lda qurib qolish ehtimoli yuqori. Bu yerda bo'lsa Sunday Fries gortenziyalarini ko'rishingiz mumkin. Mana bular ham 250 ming so'mdan ko'rib turibsiz, juda chiroyli bo'lib gullashgan. Va yana bitta narsa aytib o'taman, bulardan gullaridan hid kelyapti. Shu ikkinchi teplitsaga tushib, bemalol o'ziga yoqqanini mana shunaqa qizil tanali bo'ladigan bo'lsa, bu Sunday Fries, gullari biroz kichkinaroq, o'rtacha qancha desak bo'ladi, buni 15-20 sm chiqadi va shoxlari juda ham ser shox. Bemalol landshaftingizga eksangiz bo'ladi va narxi aytib o'tganimdek 250 ming so'm. Toshkent shahriga Yandex taksi bilan dostavka qilib beriladi. Va albatta bizning uchinchi go'zalligimiz bu gibiskus, ya'ni siriyskiy roza. Ushbu o'simliklar juda ham beor, umuman ko'chatchilikni tushunmaydigan, o'simlik ekishni bilmaydigan odam ham bemalol parvarish qilsa bo'ladi va O'zbekistonning issiq iqlimini juda ham yaxshi ko'radi. Gulini ko'rib turibsiz. Juda ham chiroyli bo'lgan pink shifon. Ushbu gibiskuslarni biz pitomnikimizda adashmasam 2020-yildan beri sotamiz. 2020-yildan beri, ya'ni 6 yildan beri gibiskusga bo'lgan talab ehtiyoj anchagina oshib boryapti. Nafaqat mana shu klientlarning orasida, balki davlat buyurtmalarida ham. Ya'ni shaharni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirishda ham juda ham ko'plab ishlatiladi. Ildizini qarang. Shunaqa ildizini zo'r haydaydi, shunaqa zo'r ildiz tizimiga ega va gullari oddiy emas, maxroviy. Qat-qat gullardan iborat. Shu sababli ham juda ham ko'plab sevilib ekiladi. Va aynan shu gibiskuslarimizni maxsus narxdan o'zi sotuvda 100 ming so'mdan sotilyotgandi. Chegirma e'lon qilishga qaror qildik va chegirmada sizlar bularni 80 ming so'mdan sotib olsanglar bo'ladi. Diqqatdan eshiting, chegirma 10-iyulga qadar davom etadi. Bu hali hammasi emas. Pink shifon bu yili oldiga blue shifonni ham qo'shib oldi. Hozir ko'rsataman.
Mana bunisi ko'k ranglisi. Ko'pchilik har xil rangini istaydi, xohlaydi, lekin har xil rangda bo'lsa ham, ranglari chiroyli bo'lsa ham, gullari uncha chiroyli chiqmaydi ko'p o'simliklarni. Shunaqa o'simliklardan bittasi gibiskus hisoblanadi va gibiskusni ham aynan pink shifon bilan blue shifoni juda ham chiroyli bo'lib o'sadi. Menga yoqadi va hammaga tavsiya qila olaman o'zimga yoqqanligi uchun. Bunimizni ham narxi 80 ming so'mdan. Kelib, ikkalasidan ham xarid qilib eksanglar bo'ladi. Misol uchun hozir kombinatsiya qilsak ham bo'ladi. Birgalikda ekadigan bo'lsangiz ham ko'ryapsiz, ham ko'ki, ham pushtisi juda ham chiroyli kompozitsiya yuzaga keladi deb o'ylayman. Va albatta bularni Zahra Flowers'dan xarid qilasizlar. Fursat qo'ldan boy bermanglar. Aytganimdek, quyoshli joyga ekasiz, parvarish juda ham oson, gullar bo'lgandan keyin kesasiz, yana qayta gul beraveradi. Iyun oyidan boshlab to oktyabr oyiga qadar siz gibiskuslarni gulini ko'rasiz. Ba'zi holatlarda noyabrgacha ham davom etadi. Misol uchun o'tgan yil bizda noyabrgacha gul bergan. Chunki havo isib ketganligini hisobiga. Mana sizlarga narxlarini tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan va chegirma bermoqchi bo'lgan o'simliklarim shulardan iborat edi. Ushbu o'simliklar yoz davomida juda ham chiroyli bo'lib gullaydi va sizni ko'zingizni quvnatib turadi. Bu o'simliklarni xarid qilish uchun albatta pitomnigimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Pitomnik manzillari ekranda chiqib kelyapti yokida shunchaki istalgan Yandexmi, Google'mi kirib turib Zahriddin Flowers deb yozadigan bo'lsangiz internetga dunyoni istalgan burchagidan pitomnigimizga yo'l chiqarib beradi. Bemalol kelishingiz mumkin. Ish vaqti har kuni 9 dan soat 6 gacha, tushlik vaqti 1 dan 2 gacha. 95 820 33 raqamli call sentrimiz ishlab turadi har kuni. Bulardan ham bemalol ma'lumot olsangiz bo'ladi. Telegram orqali guruhlarimiz, kanallarimiz yoki Instagramdagi sahifalarimizga obuna bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni yo'llab, shu savollarga javob topsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, narxlar sizlarga manzur keldi, o'simliklar ham yoqdi. Ya'ni ularni manzur kelgan narxlar yoqib-yoqmaganligini albatta kommentariy qismi ochiq, kommentariyada yozishingiz mumkin va mana shunaqangi o'simliklarni yaqinda ekish reja qilib yurgan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, videoni yo'llab jo'natib qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar yoqsa like, yoqmasa dislike tugmasini bosishinglar ham mumkin. Sizlar bilan Ismoilbek Ruslanbekov bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.